Bugun viloyatimizda mahalliy o'qituvchilar bilan bir qatorda xorijdan kelgan malakali ustoz murabbiylar ham ta'lim muassasalarida o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berib kelishmoqda. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatini yanada yaxshilash bilan birga o'quvchilarning xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga xizmat qiladi. Vohamiz yoshlarga saboq berayotgan hindistonlik fan doktori Santosh Kumari haqidagi teleochirk bilan dasturimizni davom ettiramiz. It will be very easy for you to make a pattern. Chet tilini o'qitishda o'qituvchilar malakasi muhim o'rin tutadi. Zamonaviy o'quv uslubiy materiallar bilan ishlash, til ko'nikmalarini o'quvchilarda yaxshiroq shakllantirish ham pedagog mahoratiga bog'liq. Hindistonlik Santosh Kumari o'z sohasining haqiqiy mutaxassisi. U ingliz tili bo'yicha fan doktori. Hindistonning Visakhapatnam shahridan kelgan. Termiz shahridagi 26-umumta'lim maktabida 2 yildan beri dars berib keladi. Bu yerga ancha o'rganib qoldim deydi u. With children I am very happy. Bolalarni yaxshi ko'raman. Har doim ularni farzandlarimdek ko'raman. Mahalliy o'qituvchi bilan ham yaxshi ishlayman. Maktab direktori, o'qituvchilar, umuman yaxshi atmosferada ishlayman. Ochiqchasiga gapiradigan bo'lsam, bu yerda hech qanday muammoga duch kelmadim. Yashash joyi ham yaxshi. Ko'pchilik menga namaste, namaste deb salomlashadi. Men shundan ham rohatlanaman, xursand bo'laman. Santosh Kumari darslarni professional tarzda olib boradi. O'quvchilarning darsda diqqat e'tiborini tortishga va qiziqarli usullarda o'quvchilarga mavzularni yetkazib berishga harakat qiladi. Foydalanadigan metodlarimga kelsam, jamoaviy ishlayman. Ba'zida individual ishlashga ham to'g'ri keladi. Erinmayman. Darslarimni turli interaktiv o'yinlar asosida tashkil qilaman. Musiqa, detallar, qo'llanmalardan foydalanaman. Shunda ularning darsda faolligi oshadi va sinfda guruh bo'lgan holda ishlashga kirishishadi. So that they will be interested in participating. E'tiborli tomoni, qahramonimizning ushbu maskanda faoliyat olib borishi muassasadagi o'qituvchilarga xorijiy metodika va tajriba olish imkonini bermoqda. Xorijiy mamlakatlardan kelgan o'qituvchilarning dars jarayonlariga jalb qilinishi, maktablarda dars jarayonlari biz o'qituvchilar bilan birgalikda olib borishi ko'proq o'quvchilarni darsga qiziqtirishga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari bizga ko'proq o'zlarining tajribalarini ulashadilar. Yangi metodikalar, yangi tajribalar o'rganishimizga masalan yordam beradilar. Gapirish ko'nikmasiga juda ham katta ta'sir qilmoqda, chunki har bir dars jarayonida ular ingliz tili muhitini saqlab qolishga harakat qilishadi. Masalan, bu kishining tili ingliz tili bo'lgani uchun, ya'ni o'zbek tilini tushunmaganligi uchun ular doim ingliz tili muhitini, English atmosferini saqlab qolishadi. Bizga dars o'tib boshlaganlaridan beri menda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Chunki boshida ingliz tilini boshlagan paytimda juda ham qiynalardim, chunki gapirish juda ham qiyin bo'lardi. Keyin esa ancha o'zgarishlar bo'ldi, ya'ni gapirishni boshladim, ya'ni inglizcha gapirishim tezlashdi va bundan tashqari tushunishim, ya'ni listeningim ham ancha oshdi. Sefr imtihonidan C1 darajaga erishdim. Bunda juda ham ustozlik hissalari juda ham katta. Santosh Kumari hozirda o'zi ishlaydigan jamoaga o'rganib qolgan. Bunga sabab Surxondaryoda mehmondo'st odamlar bilan birga yashayotganidan. Yana muhim jihatlardan biri u o'quvchilarini sevadi. Har bir o'quvchining o'z maqsadi bor va ular buning uchun harakat qiladi. Maqsadlar o'zlari uchun muhim. Men ularning ingliz tili darajasi har xil ekanligini bilaman, ammo imkoni boricha yordam qilishga harakat qilaman. Darslarim mobaynida esa ular uchun har xil mashg'ulotlar tashkil qilaman, o'yinlar tashkil etaman. Ba'zida videolarni birga tayyorlaymiz. Shuning uchun ular yanada qiziqib, faol ishtirok etishadi. Thank you so much.